Ne yapmazdı? Men yana gel hazır koynazın. Qadrdonlar uyda yotib, qora choy bilan baliq yeyishga ne yetsin ha? Baliq yeyish uchun endi uydan chiqish shart emas. Baliqni o'zi uyga boradi. Buning uchun sizlarga Jo'rabek akaning Savoy baliqxonasi kerak bo'ladi. Bu yerdan Jo'rabek akaning Savoy baliq aytasizlar-da, o'zlaringiz uyda yotib baliqni yeyaverasizlar. Qani yuringlar baliqxona haqida ma'lumotlarni Jo'rabek akadan so'rab olamiz. Assalomu alaykum Jo'rabek aka, yaxshimisiz? Sizlaringiz yaxshimi? Harman ishlar bilan. Jo'rabek aka, aynan Savoy baliqxonasi haqida bir ma'lumot bersangiz, qanday baliqlarimiz bor? Sazan balıkımız var. Kembiyan tarafta Akçaköl'ün suyunda bakılgan akkuçarımız var. Ken Zamoroşki mintayımız var bir de. Zamoroşki mintayımız bu taze geldi bu. Bunu kılçıkam yok, derisem yok ülkem. Yaş balaları da acayip eldine verip koyuyorsan hiç kılçıkını alıp oturuş şey etemez hazır. Haqlaring bo'ladi deysiz. Dım acayip bu balık. Balık dım mazalı balık bu. Jo'rabek aka, endi hammaga bahas qiziq buni. Nechaso'mdan bu baliqlarimiz? Xudo kalasa hazır aytgan mintayımız 2 türü var. Aha. 60 bin son, yine file mintayımız 65 bin son. Tazagan partiya 60 Ava. Akuşarımız 60 bin, sazan 90 bin son ülke. Nani soğusu içinde. Hamma narsasi ichida. Ava. Endi Jo'rabek aka, qarang, bu ko'proq oladigan bo'lsa nechik bo'ladi sizlar? To'ylara dastlabki ishlaysizmi? Endi uylarda bo'ladigan bir dolg'an kun tashkillarini dastlabkilaringiz bormi? Ko'proq zakaz olasizmi? Alamiz, bo'p turibdi xudo shukr. Bonuslari bormi buning? Bonusu var. Xudo xolasa mintayni, file mintayni 50 bin son beramiz. Ko'proq olsa, ava. Toylarımız şu nereden zakaz etip turibdilar. Akuşarımızı buna 50 bin sondan beramiz ülke. Sazanını eğer 3 kilodan ziyat aladigan bo'lsa 70 bin sondan koyamiz ülke buna. Yo'q, 90 bin so'm emas, 70 bin so'm. 70 bin son ülke. 3 kilodan ziyat alsa bo'ldi. Jo'rabek aka, dastlabki xizmatlari nechik bo'ladi endimi? Taksi kompaniyalari orqali pulni to'lab olib qolaveradi o'zlari. Demak, klientlar o'zlari pul to'lab qoladi. To'ylari bo'ladigan bo'lsa, dastlabkisini o'zlarimiz ichida qilib beramiz pulning ichida. Baliqxonamizni manziliga keladigan bo'lsak, avvalgi Do'xalepni yanında joylashgan baliqxona bo'ladi, Savoy baliqxona. Avvalgi Hamza kafe. Shunday taksi xizmatlari bilan dastlabkilarni uyingizgacha eltib beradilar. Baliqxonaning nomerini pastda qoldiramiz. Telefon bemalol dastlabkilarni oldirib, uylaringizda azatib yotib baliqlarni yesanglar bo'ladi. Bu videoga like, podpis bosishni esdan chiqarmanglar. Yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar, azatib uyingda yotib baliq yesinlar.